Bir kishi mashinada ketayotgan ekan, bola chaqasi bilan yonida yo'lda birov mashinani to'xtatibdi. To'xtasa, to'xtatgan aytibdiki, men so'mman debdi. Meni ham o'zing bilan olgin kerak bo'laman. Xotin bola chaqasiga aytdi, orqaga o'tgin debdi. So'mni hurmati bor. Keyin oldiga chiqaryapti so'mni. Yo'lda davom etishdi, gaplashib ketishdi. Yo'lda ketar ekan yana bittasi yo'lda to'xtatarmish. To'xtasa aytibdiki, men dollarman debdi. Meni ham o'zing bilan olgin debdi. So'mga aytibdiki, orqaga o'tgin debdi. Keyin dollarni chiqaribdi oldiga. Yana yo'lda davom etishdi. Yo'lda ketishar ekan, yana birov to'xtatib. To'xtatsa, aytibdiki, men yevroman debdi. O'zing bilan ol, kerak bo'laman. Dollarga aytibdiki, orqaga o'tgin debdi. Yevroni hurmat banavi. Keyin yevroni chiqaribdi, mashina to'lib ketgan. Orqada bola chaqasi, ham so'm, dollar. Yo'lda ketar ekan, yana bittasi to'xtatibdi. To'xtasa, u aytibdiki, men dinman deb, o'zing bilan olgin debdi. U aytibdiki, uzr, mashina to'lib qoldi, joyi yo'q senga. Va yo'lida davom etibdi. Olmabdi uni, tashlab ketibdi. Yo'lda davom etar ekan, biri mashinani to'xtatdi. To'xtasa, men o'limman. Seni vaqting keldi. Shunda bu odam aytgan ekanki, ozgina vaqt ber, men orqaga qaytib dinni olib kelay degan. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. Ularning muddati yetsa, ajallari yetsa, oldinga ham orqaga ham surilmaydi.